Taqdirmi yo tasodif? To'yimiz haqida noodatiy faktlarni aytib beraman, sizlar o'zingizlar hal qilinglar. Bu shunchaki tasodif bo'lganmi yoki taqdir? И как раз сразу shu advent kalendari unpacking qilamiz. Itak birinchisi. Oyijon bizanikiga sovchi bo'lib keladigan kunlari bitta botog'agarchiligi borganda. Bu niye ochilmayapti? Vau, shu narsani lekin rosa xohlagandim. И tasodifga qarang, opamam, ya'ni mani mamam o'sha botog'agarchiligi borganda. Ular o'tda bir-birlarini ko'rishgan, salomlashgan. И bir necha soatdan keyin Oyijon bizanikiga kelganlar. Lekin Oyijon kimnikiga ketayotganlarini bilmaganlar. Vau, mana rangi zo'r ekan. Gap shundaki, mana Adam Oyjonning ukalari bilan yaqin do'st bo'lishgan. Не просто do'st, bizni oilaviy hammamiz дружить qilganmiz. Vau, какой роскошный цвет. Lekin Oyjon kimnikiga kelayotganlarini bilmaganlar. Shunaqa qilib Sanjar akamning tog'alari Imana Adam endi nafaqat do'st, balki qudalar ham. Bayzan bo'lsa kerak, очень красивый. Как вкусно пахнет. Keyingisi, biz bir-birimizni bir ko'rishdayoq yoqtirib qo'yamiz. Sanjar akam o'zlari aytganlaridek, sразу connect bo'lgan. Keyin bilsak agar Mana bitta yaqin o'rtog'imni, bolalikdan birga o'sgan o'rtog'imni to'y bo'lish kerak edi avgustda. Men unga shunaqa odam bilan tanishdim, uchrashuvga chiqdim, yoqdi menga deganimda, shuni bilganmizki, u ham Sanjar akamning bolalikdan birga o'sgan o'rtog'iga ergitayotgan ekan. Прикиньте! То есть моя подружка детства выходит замуж за его друга детства, с кем они вместе со школы. По-моему, balzam оттенкasi juda chiroyli ekan. Ya'ni biz Sanjar akam bilan mana shunaqa uchrashib yurgan paytimizda yana bitta to'yga borib kelganmiz. Уже bu to'yda hamma bilgan ekan, что men potensialni shu bolaga ergitayotganimni. Yana bitta необычный fakt. Biz hali tanishmaganmiz. Sanjar akamga hali hech kim yoqqani yo'q. Hali kelin yo'q. No, Oyjonga Yakkasaroydan 24-chisloga svobodniy joy bor. Bron qilib qo'yasizlarmi deyishganda, Oyjon hop deganlar. Hali kelin yo'q, no уже joyi bron qilib qo'yganlar. Прикиньте, ingi noodatiy fakt. Men har doim meni bo'lajak turmush o'rtog'im meni maktabimdan bo'lsin deb orzu qilganman. Угадайте, какую школу закончил Sanjar aka? Ular ham 50-maktabda o'qiganlar. Ular 11-sinf bo'lganlarida, men 1-sinf bo'lganman. Oxirgi lineykada bitiruvchi klass bilan 1-sinf klass naprotiv друг друга turishadi-ku. Biz o'sha yerda birga turganmiz. Nima deb o'ylaysizlar, bu narsalar shunchaki tasodifmi yoki taqdir? Sizlarda shunaqalar bo'lganmi?